qadri baland YouTube'doshlarimiz, endi ozgina ish ko'paygani sababli men anchadan YouTube'ga paydo bo'lmaganman. Mana yaqin orada, jumladan kuni kecha Iron Respublikasiga Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Isroil bilan birga qilingan hujum yuzasidan turli fikrlar, turli nima desam ekan, gaplar ijtimoiy tarmoqda yozilmoqda. Men ijtimoiy tarmoqdagi faol sifatida quyidagi fikr bildirmoqchiman. Birinchidan, Eron davlatining boshqaruvi aslida prezident qo'lida emas, Rahmatulloh Ayatulloh Xameney qo'lida bo'lgan. Albatta, qanaqa teoretik davlatda qanday tizim hammamiz ko'rgan. Eronda bir oyda nechta odam qatl qilinganini ham bilamiz. Bu o'z navbatida nafaqat aholi orasida, balki umumxalq tashkilotining e'tirozlariga ham sabab bo'ladi. Ikkinchidan, hammamiz bilamiz, Hamas va ularga o'xshagan turli xil to'dalarni shaxsan Rahmatulloh Ayatulloh Xameney moliyalashtirgan. Bu bevosita terrorizmning qo'llab-quvvatlashiga kiradi. Hech bo'lmasa, mana Eronda bilmayman, bu tashkilot ko'cha ishlatar tashkilot yo qanday tashkilot, unga baho berishim sal qiyinroq, lekin hozir men o'sha nomini topay, sizga aytaman. O'sha tashkilotning nomini rus tilida uni kompleks Straji Islamской revolyutsiya deydi. Endi o'zbek tilida internetimiz yaxshi ishlamayapti. Islom inqilobining korpusi, ya'ni mana topdim. Islom inqilob muhofizlari korpusi degan tashkilot bor. Bu tashkilot qo'lida qancha fond, menimcha hammaga ma'lum. Albatta, men bunday harbiy harakatlarni qo'llab-quvvatlamayman. No, bu narsa har bitta diktatorning oxirida u narsa bo'lish kerak edi, qachondir ham mana bo'ldi. Chunki 2025-yil oxirida, 2026-yil boshida hammamiz ko'rdik, charchagan Eronning xalqi qanday namoyishlarga chiqqan, qanchasini o'ldirishgan. Qolaversa, o'shandan ham Eronning hukumati o'ziga tegishli fikr mulohazalar chiqarish lozim edi. Ammo ming afsus, bu ish bo'lmadi. Natijada bu siyosiy mas'uliyatsizlik bunday urushga olib kelgan. Nima bo'lgan taqdirda ham vatanimizda tinch bo'lsin. Eron xalqiga esa sabr tilagan bo'lardim. Hammaga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Albatta, fikrlaringizni kommentlarda kutaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.